Baxt salom ber. Salom ber, malades, malades. Tayyormisan? O'ynangni yo'q qil raqibni, yo'q qil. Bo'ldi, o'zi yo'q. Baxsh, Latokka kallasini qada. Ha, Latokka. Gap yo'q. Bo'ldi. Mana shu ketishda bir hafta trenirovka qilsak, Oktagon ligaga chiqamiz. O valaksalik. Ha, Solishasanmi shunga? Solishaman. aka 1 minut. Holchamson kala berib olishi mumkin. Endi kilo yirtib yuboraman. Aka 1 minut. Yana nima bo'ldi? 2 kishigansizlar. O'rtavat keling, qachi. Baxsh, uyg'ot o'zingni. Yordamimiz kerak, 2 kishi uryapman. Bo'ldi, qaytdi. Tushimda. Qaytish yo'q do'stim, yuring ketdik. Keling do'stim, o'sha yerda uxlaylik. Bo'ldi. Qani aytgan odamlaringiz, kacholar. O'sha yerda 2 kishi edi. Hozir siz oqtab turingman, kantaraga o'tib keling. Ye, Musoxon turing. Musoxon, bekor o'tdingiz konteyner orqasiga. Sen kecha uyg'otsiz, Allohga o'ting. G'adayiz. Bilaman siz Rossiyadasiz. Rossiyadan O'zbekistonga yaxshi kursda pul yuborishni o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga xohlang so'mda, xohlang AQSh dollarida pul yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va uydagilaringizga yaxshi kursda pul yuboring. Tog'a, Ha, sizda pul bor. Menda aql bor. Birlashtirib biznes qilaylik. itga ovqat berdingmi? Berdim. Sen bergin yana bir nima bilan band bo'l, bo'sh qolma. Ishimiz sifatida, sonida umuman muammo yo'q tog'a. Ha, yaxshi. 12 ta viloyatga uzoq bir kun bo'lmasa yarim kunda yetkazib beryapmiz. Toshkent shahriga 2 soatda yetib boryapti. Tezlikda Xudo xohlasa bizga yetadigani yo'q. O kichkina, nima qilyapsan? Sen 2 soat oldin Toshkentga yuk tushirib turgan bo'lishing kerak edi. Mashinadan tushib narvonni g'isht ustiga qo'yib berdim. O'sha g'ishtni yuklab qo'yishibdi. Rahmat. Tog'a, aqlimdan ishlang. Hop, gapir. Tepada aytaman, yuring. Yur. O tog'a, uni dalan ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. O'sha yerda dom qurish kerak, to'qqizni tashkillik. Ha. Kim yashaydi keyin yerda? Bilmayman. Ho'kiz, sen undan ko'ra mana shu g'izzavatimizni yana ham rivojlantirish haqida o'yla. Aqling bor-ku, bir savdosini yana ham kuchaytirib tashlagin. Oldindan shunaqa deyishingizni bilardim. Ha, sen oldindan o'ylab qo'ygansan. Ha, o'ylab qo'yganman. Ayt bo'pti. Uni joyi ko'ryapsizmi? Domda unda nima? Ha. O'sha yerga g'isht zavod quramiz. Ha, bo'ldi, qurdi. 2 ta bo'ldi g'izzavot. Keyin nima bo'ladi? Raqobat bo'ladi. Ha, o'zim bilan o'zim raqobat qilaman, ha? Ha, raqobat joyida o'sish bo'ladi. Qizlarga yoqaman juda qattiq. Buncha chiqishing qiyin, tez zart mashinani. Mashinangiz ham himchasiga bo'lib qolibdi-yu, tog'a. Buni ustilarini ham bir polirovka qildirib olsangiz yangidek bo'lib qolarmidi? Bu polirovka himcheska qildirsam sanlar kim boqadi? Artistda zaksim bor. Met qolib ketmasin. Mashinangizni polirovka keramikasini bepulga tushadigan yo'li bor xohlasangiz, tog'a. Qanaqa ekan o'ta ekan joyi? Bironta tanishingiz bo'lsa, shogirdga bersangiz, bir haftada o'rganib kelib, mashinangizni chotki qilib beraman. Har kuni artorib zerikdi odam. Ro'lina ish qilsang bo'lmaydimi? Men parkovkasiga qarang. O'zi bir zumlarni parkovkasida ishlaydi, yana ishxonaga kirib xo'jayinchilik qiladi. Bo'ldi, stop. Tog'a, bo'ldi, men o'rganib keldim. Qancha vaqt ketadi? Bir kunda qilib beraman, bir kun vaqt ketadi. Ha, bo'ldi, jiyansan tezlashtirib yuboraver, keyin sartaroshdan gaplashib qo'ydim. Uni ham bir kunda o'rganib olsang, o'zing olaverasan, sot soqollar. Ziko kelinchakda ham gaplashib berasizmi, tog'a? Bir nimalar o'rganib kelsam, ovqatlar o'zim qilib yuraverardim. Qatli chiqib qoptimi, baki?